Xo'sh, mana yangi apparat kelib ketgan ertadan. Hozir ishlatishni boshlaymiz. Xudo xolasa ishlashlari zo'r deyapti. Biz oldin eski apparatlarni ishlatardik. Mana yangisiga o'tdik. Qizib ketmaydi deyapti. Apparatlarning bir xilgisi ko'pi arzon, keyin tez qizib ketadi. Ko'mirlilari ko'miri ketib qoladi. Bunda ko'mirli emas. Keyin mana bu joylari ham plastmassa bo'ladi. Bu temirli ekan. Baquvvatligi baquvvat. Hozir olib ko'ramiz endi. O'ta yengil. Oson. Apparat yengilligi qo'lga ham oson, ham juda o'tkir. Juda tez ekan. Ham sifatli. Juda oson olish. Besh daqiqa, 7 daqiqada bir tomonini bemalol olsa bo'ladi. Tez. Assalomu alaykum barchaga. Sizlarga va'da berganimizdek, yangi sotuvga chiqqan qo'y qaychimizni, ya'ni barani istirishganimizni hozir realni qo'yni ustida olib sizlarga ko'rsatib beramiz. Qani, ketdik, bismillah. Hurmatli mijozlar, videomizni boshidan eng muhim ma'lumotlarni aytishdan boshlayman. Agar ushbu uskunani olib turib birinchi qiladigan ishingiz aynan hozir men aytgan ishlar bo'lishi kerak. Ya'ni hozir men aytgan tavsiyalar va ko'rsatmalarni qilmasdan turib ushbu uskunani hech qachon ishlata ko'rmang. Birinchi o'rinda uskunani oldingiz va ishlatishdan oldin hech qachon uni moylamasdan turib ishlatmang. Ichidan bekorga mana bunday suyuq yog' va quyuq yog' chiqmaydi. Quyuq yog'imiz bu yerda maxsus shpris ham chiqadi. Quyuq yog'imizni olamiz va 5 li shprisimizdan 1 mm 1 mg tortiladi. Taxminan. Birinchi o'rinda 3 qismi moylanadi, temir qismi, konstruksiyalari. Undan keyin bu yerdan rezinasini olib tashlaymiz va bu yerdan unga ham 1 mg moylanadi. Bu yerda o'qi, podshipniki va shestronkalari moylanib oladi. Undan keyin o'giramiz va bu yerda minus atvorga tushadigan joyi bor. Bu yerni ham ochib turib, bu yerga ham 1 mg moy tomizib qo'yiladi. Quyuq moyimiz bilan bog'liq bo'lgan ishlar tugadi va undan keyin esa suyuq moyimiz. Bu suyuq moyimiz faqat va faqat tig' qismi uchun mo'ljallangan. Mana bunday qilib ozgina ishlatishdan oldin suyuq moy tomizib qo'yiladi. Undan keyingi qilinadigan ishimiz tepa qismida mana bunday regulyator mavjud. Bu regulyatorimizni qo'y qo'zilarimizni yungini uzoq yildan beri olib yurgan usta akalarimiz va o'z ishini ustalari bu nimaligini bilishadi. Bu ikkita tig'ni orasidagi masofani kichikaytiradigan va kengaytiradigan qism. Ya'ni bo'shatsangiz arasi ochilib o'ynab qoladi. Bu yerda uncha effektiv bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi olmaydi. Va boriga oxirigacha burab qo'ysangiz, ikkita tig'ni arasi maksimal darajada jipslashadi. Bunday holatda tig' o'tkir bo'ladi-yu, lekin ikkita temir bir-biriga ishqalanib, juda tez qizish hosil bo'ladi. Hattoki qo'l tekis bo'lmaydigan darajada qizib ketadi. Ba'zi bir mijozlarimizdan mana shunday muammolar keladi. Uchib qizib ketyapti deb. Shu muammo aynan mana shu regulyatordan kelib chiqadi. Buni ideal sozlamasi qanday bo'ladi? Zavodskiy holatda, bo'sh holatda bo'ladi. Ya'ni o'zini hodida yumshoq. Mana hech qanday qiyinchiliklarsiz buraymiz va qarshilik sezishingiz bilan to'xtaysiz. Va mana shu holatda yarim oborot
yana bitta burab qo'yasiz. Mana shu eng ideal sozlama bo'ladi. Juda jipslashib ham ketmaydi va juda o'ynab ham qolmaydi. Agar juda jipslashib ketsa, oxiriga burab olsangiz tig' o'tkir bo'ladi va mana bunday qo'y qo'zilarimizni yungini olib turganda shikast yetkazib qo'yish ham mumkin. Agar juda bo'shatib yuborsangiz, o'tmaslashib qolishi mumkin. Ya'ni ichidagi nasatkasi o'ynab qoladi. Shuning uchun eng ideal sozlama aynan hozir men ko'rsatgan sozlama bo'ladi. Mana shu ko'rsatgan narsalarni va aytgan narsalarni bajarib bo'lganingizdan so'ng uskuna bemalol ishga tayyor deb hisoblansa bo'ladi. So'nggi 3-chi qo'yimiz qoldi. Hozir bu qo'yimizni tezlikka olamiz. Ya'ni ushbu qo'yimizni necha daqiqada ushbu apparatimiz olib bo'ladi. Soatimiz 12:36. Operator ko'rindimi? Ketdi. Qo'limdan kelgancha men olaman, qolganini ustamiz o'zlari olishadi. Mana bo'ldi. Mana hurmatli mijozlar, soatimizga qaraymiz. 12:41. 12:36 boshlaganmiz. Rovna qancha bo'lyapti? 5 minut bo'lyapti. 5 minutda 5 minutda yarim bo'ldi. Yana bu degani yarmi yana 5 minutda-da. 10 minutda shunday qilib bitta qo'y tayyor bo'lar ekan. Hisoblayni olaverasizlar. Usta akamiz hozir ish bilan bandlar, qo'ylarni yungini olish bilan bandlar. Ungacha biz siz bilan ushbu uskunamizni yaqindan texnik xarakteristikalar bilan tanishtirib o'taman. Va usta akamizni ishlarni tugatganlardan keyin xolis fikrlarni oxirida olamiz. Xo'p. Modeldan boshlaymiz. Modeli AMS 200. Texnik xususiyatlari chiqish toki 220-240, aniqrog'i kirish toki 220-240, chiqish toki esa 36 volt. Quvvati 200 watt. 1 daqiqada aylanishlar soni 3000 оборот minut. Motori invertorning 5 shotishli motor. Ya'ni buni ichida shotkasi bo'lmaydi. Bu degani ertalabdan kechgacha ishlatsangiz ham bu qizib ketmaydi. Ya'ni bir xilga bozorda bilamiz, mashinkalar bor. $30, $40, $45 ga ham olasizlar, lekin bitta yoki ikkita qo'yni olganlardan keyin ushlash qismi shu darajada qizib ketadiki, hatto qo'lingizni kuydirishi ham mumkin. Bunda ushbu uskunamizda bunday holatlar kuzatilmaydi, chunki bu 5 yoshli invertorli motor bilan jihozlangan. Shunday bitta firmaga kirib turib, 10 ta qo'y bo'ladimi, 50 ta qo'y bo'ladimi, 100 ta qo'y bo'ladimi, boshdan oxirigacha olsangiz ham motori qizib sizni ishingizdan qoldirmaydi. Ya'ni bemalol ishingizni bitirib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ichki qismidan nimalar chiqishini hozir ko'rsatib o'taman. Keysdan boshlaymiz. Baquvvat противоударный plastmas keys. Ichini ochamiz. Ichidagi ba'zi bir narsalarni o'zi usta akamiz olib ishlatib bo'lishdi. Bu yerda uskunamizni o'zini paketi, blokini paketi, endi paketini gapirmay qo'yaveray. Ключ, shotka smaska qilgani, suyuq yog', sanab turinglar. 5 li shprits, bir juft mana bunday sifatli qo'lqop, uskuna dokumenti, albatta busiz iloji yo'q. Orqasida maxsus stikeri bor. Kashlogimizning ichida o'zi shu narsalar turadi. Plus atyorka 12 hamda 14 lik ключ, quyuq yog' va bu запасной nasatkasi. Yodlaringda bo'lsa, eslayingda qoldimi yo'qmi bilmayman, chunki bundan oldingi obzorimda, kichik obzorimda buni men turli xil nasatka deb tushuntirdim. Uzr so'rayman, xato qilgan ekanman. Bu xuddi narigi nasatkadek, xuddi shunday nasatka. Запасной. Tig'lariga alohida e'tibor beringlar. Tig'lari maxsus zanglamaydigan nержавейка materialdan bo'lgan, uncha-munchaga o'tmaslashib qoladigan materialdan tayyorlanmagan. Juda ham sifatli materialdan tayyorlangan. Ushbu ключ qanday allambalo ключ ekan deydiganlar uchun
bir taraf bilan reduktor ochiladi, mana bu joyi. Ikkinchi taraf bilan tig'ni almashtirish. Mana. Tig'ni aynan shu joydan almashtiriladi. Bu ключ uning uchun xizmat qiladi. Yana bir e'tiborli jihati, 5 ta 10 ta qo'yni olganingizdan so'ng albatta moy bo'ladi bu yerda. Mana hozir uskunamizdan ko'rishingiz mumkin. Bu yer moylangandan so'ng o'z-o'zidan qo'y qo'zilarimizning tuklari moyga yopishib qoladi va bu yerda juda ham ko'p miqdorda tuklar yopishib qoladi. Bu ham uskuna yunglarni olish effektivligi aynan shundan pasayishi mumkin. Bu holda nima qilamiz? Oldimizga oddiygina paqirchida yoki biror idishda parashogli yoki gellangan suvni olib kelamiz, qo'yib olamiz va ma'lum bir soatdan keyin ishlab bo'lganimizdan so'ng uch qismini o'zini ishlatib turib, tig'ini o'zini tiqamiz. Tozalanib oladi, ya'ni yunglari tozalanib oladi va mana bu shotkani olib turib, qolgan tuklarini tozalab yuboramiz. Va yana suyuq moydan aralariga tomizib turib, yana qo'y qo'zilarimizning yungini olishni davom etamiz. Hop, usta akamiz ham ishlarni bitirdilar. Endi hozir yakuniy xolis fikrlarini usta akamiz o'zlaridan so'raymiz. Aka, bittami? Bitta bo'ldi, xudo xolasa. Hop, endi qo'yni ustida gaplashamiz degandik. Xolis fikringizni aka aytib berasiz. Qani, qo'yni oldiga o'tirib olamiz. Xo'p, Fikringiz aka? Plyusi, minusi hech qanaqangi bo'rttirish kerak emas aka. mana shu apparatni ishlatdik mana hozir. 3 ta qo'y junni oldik. Xo'p, qizishi asosan motor tomoni qizisa tez buziladi. Bunda hozir mana qizish yo'q. Oldi tomonda ozgina bor. Lekin oldi tomoni o'zi odatiy hol, normal holatda. Odatiy hamma apparatlarda ham oldi qiziydi. Keyin bir tomonni olgandan ikkinchi tomonni olishlari jarayonida bu sovuq bo'ladi darrov. Keyin mana shu yerga yog' quyilib turiladi ozgina. Ishlatishdan oldin albatta yog' quyiladi, o'zini moyini. Ha, quyiladi. Keyin to'xtagandan keyin ikkinchi tarafini oldirganda yana quyiladi yog' mashetlarga ozgina. Keyin ishlayveradi, yaxshi, ishlashi zo'r. Tezlik borasida ko'rdilaring o'zlaring. Eng arriq qo'yimizni shuni ushlab chiqqan holatda oldik, bir tomonni 5 minutda. 5 daqiqa bo'ldi. Ya'ni men olgan qo'yi. Ha, 5 daqiqada oldik. Bu degani 10 minutda bitta eng arriq qo'y. Yaxshi bu. O'zimiz tanlab atayna juni yumshog'ini, semizini olmadik. Eng juni qattig'i arrig'i bo'ldi. Birinchi duch kelgan xonadonga kirib qo'ylarni olyapmiz hozir. Ha, tajriba shu ta qo'yni ustida bo'ldi. Oldingi apparatimizda shotkali bo'lardi. Mana tomonida ag'da-bag'da ikkita shotkasi tez ketib qoladi, ichida yakri tez ketib qolar edi. Keyin oldi qismlar metlar plastmassa bo'ladi, tezda tutib ketadi. Ko'p ishlatsa bir 20-30 ta qo'yganda bu plastmassa emas ekan-a? Bu plastmassa emas, temir ekan, hamma yo'g'i mana. O'shandan afzalligi zo'r. Temirdan yasalgan, keyin qizigani yo'q, shotkasiz. Motori zo'r, qizigani yo'q. Motor tomoni sovuq. Zo'r ishlash. Rostdan ham sovuq. Usta aka, hozir siz epani birinchi marta ishlatyapsiz, chunki bu odatiy hol, chunki oldin bizda bu uskuna kelmaganligi aniq. Bundan oldingi uskunalaringiz o'rtacha bitta mavsumda nechta uskuna sotib olasiz yoki bitta uskuna sotib olsangiz, o'shani necha marta bitta mavsumda ustaxonaga olib borasiz? U mashinka apparatlarimizda bitta mavsumda bahorda olsak, biz ko'p joylarda qo'yib olib yuramiz junlarni. Tutab ketishi, keyin ko'miri tez ketib qolishi, o'zini ko'miri tugagandan keyin boshqa ko'mir topolmay, boshqa katta ko'mirlarni olib qirg'oqlarni qirib, o'shanga moslab tushiramiz. O'shanga vaqt ko'p ketadi, ko'p ustaga olib borishimiz. Shundan keyin yakir ketib qoladi, uni olib tashlab boshqa qo'ygizish kerak. Mavsum davomida 1 yilga yetishi ham mumkin, yetmay qolishi ham mumkin. Yetmay qolsa tashlab yuborasiz. Yetmay qolsa iloji yo'q, tashlab yuboramiz, boshqa olamiz. Endi oxirgisi usta aka bitta maslahat berib yuborasiz, tavsiya berib yuborasiz, agar tavsiya berilish kerak bo'lgan uskuna bo'lsa albatta. Maslahatim, mana shu apparatimiz qulay, ushlashga ham, ishlatishga ham, eng muhimi buzilmasligida. Xudo xolasa uzoq yil xizmat qiladigan yaxshi mashinka apparat ekan. Shuni olishlarini tavsiya qilaman. Bitta xonadonga bu ancha yil ketsa kerak.
umrbod. Bitta xonadonga yoki o'zi Yoki- ishini usti asosi Ustasi ancha mavsumga- ancha ishlatib yuradi. ishlatib yuradi, xudo xolasa. Usta aka, sizga samimiy fikrlar uchun rahmat aytamiz va bizga bergan yordamingiz uchun ham rahmat aytamiz. Siz bilan yana hali ko'p Rahmat. ko'rishib turamiz degan umiddaman. Uskunamizni albatta sotib oling. Xudo xolasa. Tashakkur. Hurmatli mijozlar, mana kelishimizdan oldin 3 ta qo'yni ko'rdingiz. O'sib yotuvdi yunglari. Har bitta qo'yni o'rtacha 10 daqiqada olib bo'ldik, ya'ni bitta tomonini 5 daqiqada o'rtacha oldik. Ketgan bo'lsa hozir bizga 40 minut vaqtimiz ketdi. Hammasini olib bo'lishga. Video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga bergan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar sizga bergan ma'lumotlarimiz qandaydir manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.